Chiroqchi salat bormi? Chiroqchi salat bor ekan. Ha, chiroqchi menga 4 ta qiyma shashlik, 4 ta qiyma, xo'p. bitta non, Hop, non bitta. choy, limonli choy bormi? Limonli choy bor ekan. Xo'p. Bir kunda 1 milliondan 5 milliongacha pul yo'qotib qo'yishingiz mumkin, bilasizmi? Bu hech kim pul o'g'irlab ketgani deyilganda emas. Hozir men sizlarga bitta eksperiment tayyorlab qo'ydim. Bitta ko'rib chiqing. Qarang aka, men bunaqa qilib beray sizga. Shashlik olgan ekansiz. Shashlikga to'g'ri keladigan bizda ikki xil sos bor. Oddiy tomatli sos bor va naturalniy bor. Menimcha sizga naturalniysi zo'r to'g'ri keladi, chunki yeganingizda maza qilasiz, okey? Bo'ladimi? Naturalniy. Da, naturalniy zo'r, okey. Men maslahat beraman. Hop, limon choyi o'rniga agar xohlasangiz, bizda shunaqa choylarimiz bor, fruktoviy, именно shu pog'oyaga to'g'ri keladigan. Menimcha sizga markanskiy qilib beraman. U yerda yagidalar bilan o'tlar birlashgan, mazasi rostdan zo'r. Limon choyi prosta har doim, har kun ichsangiz bo'ladi. Prosta mana anaqa bilan ichib ko'rsangiz, prям maza qilishingiz mumkin. Bo'ldi. Xo'p, bo'ladi aka. Bo'ldi aka, unda sizda qarang, bitta chiroqchi salat bo'ldi, 4 ta qiyma shashlik bo'ldi aka, non beryapman, naturalniy sos qilib beraman, limon choyi o'rniga men sizga yagida choy qilib beraman, to'g'rimi? Yaxshi o'tiring aka. Biz endi oddiy ekonomikada sizlarga hozir tushuntirib beramiz. Xullas, 4 ta shashlik 18 ming so'mdan, sof foydasi 9 ming so'mdan, chunki себестоимости 9 ming chiqadi. Siz bundan 36 ming so'm pul ishlayapsiz. Endi sos totdik. Buni себестоимости 12 ming, sof foydasi mana 10 ming. 35 ming fruktoviy choy, 7 ming себестоимости, sof foydasi 28 ming. Bu yerda siz 38 ming ishlayapsiz. Shashlikdan ham ko'proq. Agar siz bu narsani stabilni qilsangiz, bir kunda 100 ta sol bo'ladigan bo'lsa, mayli hatto 50 ta odamga sota olsangiz, chunki qattiqroq ofitsiantsiz sota olmagan, sizda tizim yo'q yoki nimadir, 38 mingdan 50 ta solga sotadigan bo'lsangiz, bu 1 million 900 bir kunda bo'ladi. Bir oyda 57 million bo'ladi, bir yilda 684 million bo'ladi. Men sizlarga hozir sifrlarda ko'rsatib berdim, qanaqa plyus uzatganingizni agar tizim bo'lmaydigan bo'lsa. Hozir masalan xayolinglarga gap aytaman. Yo, bizda restoran milliy taomlar, kafedamiz, biz viloyatdamiz, balobatlar, bular faqat kattagina restoranlarda ishlaydi deb o'ylashingiz mumkin. Agar sizda menyu bo'lsa, mehmon bo'lsa, bu значит sizning restorangizda ham, kafengizda ham, любой joyda ishlaydi. Xullas, bu tizim faqatgina top restoranlarga emas, любой restoran uchun qilingan. Agar sizda mehmon keladigan bo'lsa, bo'ldi. Biz sizga hozir ko'rsatib bergan narsamiz bu bittagina momenti. Bunaqa momentdan hali 7 ta bor. Profilni shapkasiga o'tsangiz, o'ta silka bor. O'sha yerda men sizga tekinga diagnostika tayyorlab qo'yganman. O'tib olsangiz bo'ladi. Ya'ni hisoblansa.